Assalomu alaykum. Bugun qorinda paydo bo'ladigan keskin og'riqlarning turlari haqida gaplashamiz va uni ba'zan bemorlarda qorinning qaysi qismida og'riq paydo bo'lishiga qarab turib u kasalliklarni oldindan aniqlash mumkin bo'ladi. Masalan, birinchisi qorinni o'ng taraf pastki sohasida joylashadigan bo'lsa og'riq va u isitma bilan, ko'ngilanish bilan birga keladigan bo'lsa, bu appenditsit. Agar xuddi shu og'riq o'ng tomon yuqori qismida, qorin yuqori qismida, o'ng qovurg'alar ostida yuzaga kelib, orqa kurak va belga berayotgan bo'lsa og'riq, bu o'tkir xolestistit, ya'ni o't qopi bilan bog'liq og'riq bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari qorinda birorta jism ishib qolsa yoki keskin og'riq va ko'karish bilan birga keladigan bo'lsa, bu greja bo'lishi mumkin. Agar qorin butunlay qattiq va keskin og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu qorin pardasining yallig'lanishi, ya'ni peritonit bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar ichak tutilishida qanday og'riq? Ichak tutilishida qorin shishadi, qusish bo'ladi, lekin na orqadan gaz keladi, na ichidan ich kelishi kuzatiladi. Bunday holatda ichak buralib qolgan bo'lishi mumkin. Ayrim ginekologik sabablar ham bo'lishi mumkin. Masalan, tuxumdon kistasi yorilishi yoki bunga o'xshash har xil holatlarda ham qorinda kuchli og'riq berishi mumkin. Bunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, uyda turli xil dori-darmon bilan davolash bu xavfli asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni oldini olish uchun albatta zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak va og'ir asoratlarni oldini olishni tavsiya qilib qolaman. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.